Nima uchun 2025-yilda bu ko'rinishdagi nimchalar va choponlar xuddi virus kabi ommalashdi? Avvallari bunday kiyimlar nisbatan oddiylikni anglatgan bo'lsa, bugungi kunda ular hashamat va anchagina yuqori darajani ko'rsatyapti. Buning sababi ularni zamonaviy ko'rinishda tikilayotgani va bizning o'zbekona beqasam moda mamlakati bo'lmuş Fransiyada ham bir necha yillardan beri faqat g'alaba qozonib kelmoqda. Shuning uchun ham ushbu kiyimlar yana modaga aylanmoqda. Bugun nafaqat O'zbekistonning mashhur va nufuzli kishilari, balki jahonning eng mashhur kishilari ham bizning milliy kiyimlarimizda jahon sahnalarida ko'rinish beryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Oxirgi yillarda ushbu ustimdagi nimchadan ham bir qancha mashhur insonlarda ko'rgan bo'lishingiz tabiiy. Sababi dunyo brendlari bo'lgan Versace, Gucci, Dolce Gabbanalar bilan solishtirsa, narxi deyarli 10 barobar arzon. Lekin ko'rinishi, tan olaylik, bizniki ancha ko'zga tashlanadigan va go'zal. Bu kiyimlarga nisbatan eng qimmati deganda narx emas, balki qiymatini nazarda tutamiz.